Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bitta Istanbulga darvozamizni o'rnatib oldik. Yangicha dizayndagi high-tech Istanbulga darvozamiz. Darvozamiz bilan razmerlar va materiallar bilan tanishtirib o'taman. Darvozamizni eni 3.93, bo'yi 3 metrga tayyorladik. Darvozamizni yondorlari 8.6, 1.5 stenkada, tepalari ham 8.6, 1.5 stenkada bo'ldi. Oyog'idagi 8.4, 1.5 stenkada bo'ldi. Ichidagi profillarimiz 6.4, 1 stenkada. Listlarimiz esa 1.3 dan qildik, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, darvozamizni nejdevenkadan foydalandik. Gold svetda. Eng qalinidan bu ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, darvozamiz. Xo'p, ruchkalari ham o'ziga monand bo'lib, sifatli, yaxshi xizmat qiladigan bo'ldi. Darvozamizni tepa qismlari arka qilib, shabada yorug'lik kirish uchun shunaqa qilib chiqardik. Yangicha dizaynda. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz pastda qoldiriladi.